Xayrli kun oshna, qalaysiz? Menga bir iftoritli achchiqqina choy damlab bering. Bo'ldi, es qilamiz. Nima bo'ldi boshingizga? Tosh-posh chaynadingizmi, nima balo? So'ramang. Doimgidek ish bilan band edim. Go'sht bilan mushtlashib, uni abjig'ini chiqarishimga ozgina qolgan edi. O'zingcha so'rsan-de, endi barbekyu sousini shakardan totib ko'r, tfu. Shunday deya emolimni iflos qilib ketdi. Men esa hech qisi yo'q deb tish cho'tkasi bilan tish pastasini kuta boshladim. Negadir ular kelishmadi. Keyin esa qayerdandir emolim ustida Streptococcus mutans degan bakteriya paydo bo'ldi va shakarni yedi va achchiqqina qilib peshob qildi. O'sha joyda keyin yoriqcha paydo bo'ldi. Ha, bundan chiqdi emolingiz demineralizatsiya bo'libdi-da. Ha, shunday bo'ldi. Ertasi kuni esa pecheniya bilan kurashayotganimda u ham menga qarab, qasos qiyomatga qolmaydi. Shunday deb ustimga qisib yubordi. Haligi bakteriya bo'lsa bezbetlarcha o'rnashib olib kimlargadir qo'ng'iroq qila boshladi. Salom Dugash, qalaysan? Bugun o'rin mani hisobimdan tez kellaring, lakaseta tashavaraman hozir. Shunday qilib uni ochofat dugonalari emolim ustida ba'z jamshid qilishdi. O'shandan keyin emol qavatim yanada yemirildi. Negadir tish cho'tkasi bilan tish pastasidan esa darak yo'q. Bakteriyalar esa o'zini katta xolasini uyidek emolim ustida o'rnashib olishdi. Bir kuni bitta yong'oq jig'imga tega boshladi. Men ham unga joyini ko'rsatib qo'yish uchun bir sakragandim. Yong'oqni qattiqligidan emolim parcha-parcha bo'lib ketdi. Haligi yoriq pulpagacha yetib borgan ekan. Og'riqning zo'ridan dunyo ko'zimga qorong'u ko'rinib ketdi. O'shandan keyin stomatologga bordik. U yoriqni bir amallab burg'ilab, ustini plombalab qo'ydi. Yaxshi stomatologga boribsiz, yaxshilab plombalashibdi. Ha, nimasini aytasiz? Hozir 2 mahal tish cho'tkasi bilan tozalashyapti. O'zingga ortiqcha baho berib olmadingmi, oshna? Sen qayerdan paydo bo'lding yana? Shuni soat 10 da tozalab, meni 11 da yeyishga olib qo'yibdi. Naqadar ahmoqlik. Hozir senga to'g'ri gaplashishni o'rgatib qo'yaman.